Assalomu alaykum hammanglarga. Bugun sizlar bilan birgalikda PUBG tarixidagi juda ko'p kollaboratsiyalar bo'lgan, lekin ba'zilari oddiy skin bilan cheklangan bo'lsa, ayrimlari esa butun o'yinni o'zgartirib yuborgan. Aynan mana shu kollaboratsiyalar tufayli millionlab o'yinchilar har bir yangilanishni sabrsizlik bilan kutishgan. Bugun esa PUBG Mobile tarixidagi eng nostalgik hamkorliklarni va ularning yili chiqqan sanasi bo'yicha ko'rib chiqamiz. Videoning oxirida men o'zimning top 5 reytingimni e'lon qilaman. Qani bo'lmasam boshladik. 2019-yil PUBG Mobile o'z tarixidagi eng muhim kollaboratsiyadan birini e'lon qildi. Bu Resident Evil 2 edi. O'sha paytda hech kim Battle Royale o'yinida zombilarni ko'ramiz deb o'ylamagandi. Lekin Tencent barchani hayratda qoldirishda davom qildi. Zombi mod qo'shildi. Kech tushishi bilan sizga zombilar hujum qilardi. Ammo eng qo'rqinchlisi bu Tyrant edi. Oddiy rank o'ynashdan charchagan o'yinchilar uchun bu event mutlaqo yangi tajriba bo'lgan. Ko'pchilik bugungi kungacha aynan zombi mod qaytishini kutmoqda. Menimcha bu Resident Evil PUBG tarixidagi eng muvaffaqiyatli kollaboratsiyalardan biri bo'lib qoladi. (2019-yil) Godzilla. Resident Evil hali tugamasdan PUBG Mobile yana bir bomba yangilikni taqdim qildi. Bu safar navbat Godzillaga kelgandi. Godzilla King of the Monsters filmi bilan hamkorlik qilindi. Erangel xaritasida ulkan Godzillani uzoqdan ko'rishingiz bu o'yinchilarni hayratga solardi. U shunchaki dekoratsiya emasdi. U PUBG Mobile tarixidagi yangi davr, yangi evolyutsiya boshlanganini ramzini anglatardi. Shundan keyin PUBG Mobile ketma-ket yirik kollaboratsiyalarni chiqarishni boshladi. Ko'pchilik uchun Godzilla PUBG Mobile tarixidagi eng afsonaviy kollaboratsiya hisoblanadi. Mening ham fikrim shunday. 2020-yil PUBG Mobile butunlay boshqa yo'nalishni tanladi. Bu safar qadimgi Misrga sayohat qildik. Ancient Secret Upgrade chiqqach, Miramar xaritasida ulkan piramidalar paydo bo'ldi. Ularning ichida yashirin xonalar, maxsus mukofotlar va Pharaohning bosi joylashgan edi. O'yinchilar piramidaga birinchi bo'lib kirish uchun samolyotdan aynan shu joyga sakrashardi. Pharaoh skillari esa o'sha davrning eng qimmat va orzu qilingan skillaridan biri bo'lgan. Bu kollaboratsiya nafaqat gameplay, balki atmosfera, musiqa va dizayn bilan ham ajralib turardi. Hozirgi ko'pchilik Ancient Secret mavzusini sog'inadi. 2022-yil Marvel olami PUBG Mobile'ga kirib keldi. Spider-Man No Way Home kollaboratsiyasi e'lon qilindi. Bu safar eng katta yangilik bu web shooter edi. O'yinchilar binolar orasida uchishi, baland joylarga tez chiqishi va jang vaqtida juda tez harakatlanishi mumkin edi. Bu esa Battle Royale uslubini butunlay o'zgartirib yubordi. Ko'pchilik hatto raqibini o'ldirishdan ko'ra web shooter bilan uchishni ko'proq yoqtirardi. Bu kollaboratsiya qisqa vaqt davom etgan bo'lsa-da, o'yinchilarning xotirasida katta iz qoldirdi. Mana endi men o'zimning top 5 reytingimni taqdim etaman. Birinchi o'rinda bu Godzilla sezoni. Menimcha PUBG Mobile tarixidagi hech bir kollaboratsiya Godzilla bergan hayajonni taqdim eta olmaydi, bera olmaydi. Ikkinchi o'rinda Ancient Secret, ya'ni Pharaoh sezoni. Atmosfera va musiqa va dizayn jihatidan juda mukammal ishlangan. Uchinchi o'rinda bizda Resident Evil zombi mod hali ham sog'iniladi odamlar tarafidan. Ayniqsa kechki qorong'u tushishlari, zombilar bizga hujum qilishlari. To'rtinchi o'rinda bizda Spider-Man gameplayni butunlay o'zgartirib yuborgan yangilanishdan biri. Mana do'stlar, mening PUBG Mobile tarixidagi eng nostalgik kollaboratsiyalarim ro'yxati shu edi. Sizningcha birinchi o'rinda qaysi kollaboratsiya loyiq? Godzilla, Resident Evil yoki Pharaoh? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videoda biz PUBG Mobile tarixidagi eng yaxshi Real Pass yoki eng afsonaviy eventlarni ko'rib chiqamiz.
Agarda videoda qandaydir kamchiliklarni sezgan bo'lsangiz, kommentariyadan yozib qoldiring. Keyingi safar videolarda tuzatishga harakat qilaman. Hammanglarga rahmat.